Agar sizda ham ertalab uyg'onganingizda og'iz bo'shlig'idan noxush hid kelayotganini sezayotgan bo'lsangiz, unda bu videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun foydali bo'ladi. Og'iz bo'shlig'idan noxush hid kelishini sabablaridan biri bu tishlarimizning orasida nalyot yoki bo'lmasa tosh yig'ilib qolishi sabablari bo'ladi. Nalyot yoki tosh nimani hisobiga yig'iladi? Birinchidan, tishlarimizni qiyshuv bo'lsa, tish sho'tkamizni shu tishlarning orasiga kirib tozalab chiqa olmaydi. Ya'ni ovqatlanganimizdan keyin ovqat qoldiqlari pigmentli tishlarning orasida qolib ketadi va u so'lak yordamida minerallashadi va toshga aylanadi. Tish sho'tkalarimizni yaxshi tozalamaganlik hisobiga o'tda bizda tosh ko'payib va bizga noxush hid beradi. Bu masalani qanaqa qilib hal qilamiz? Stomatolog ko'rigiga kelasiz va stomatolog sizga tishlaringizni ultrazvuk, airflow, polirovka yordamida top-toza qilib tozalab beradi. Shuni hisobiga sizni og'iz bo'shlig'ingizdagi noxush hidlar butunlay bartaraf bo'ladi. Lekin har 6 oyda stomatolog ko'rigiga kelib, toshlarni tozalattirib, nalyotlarni oldirib turish esingizdan chiqmasin. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like qo'yib qo'yinglar va o'zingizlarning tanishinglarga yuborib qo'yinglar.